Assalomu alaykum, baliq chorva texnikalarini kuzatib boruvchilar. Bizda baliqlarga yem tayyorlash uchun ekskruder apparatimiz obzorini ko'rsatib beramiz sizga. Bu apparatimiz 7,5 kilovatli bo'lib, ya'ni 3 ta motor bilan jihozlangan va bitta pishirib berish teni bilan. Asosiy motor 7,5 kilovat bo'lib, 7,5 kilovat 3000 оборот, 383 fazaga ishlaydi. Kichkina motor 2 ta yem tayyor mahsulotni tushirib beradi. Tushirib bergan yemni pishirib chiqarib bergan 3-chi motor kesadi. Kesib qanaqa razmerda bo'lsa, kesib chiqarib tayyor mahsulot chiqaradigan. Bu apparatimizda tok yetkazib beradigan joyi. Asosiy motor, qo'shib yoqish, temperatura, issiqlik pechkasi, mahsulot yetkazib berish, qo'shish va baland pastligi. Buning ichida hamma narsa ulangan, tayyor bo'lib turib, faqat 383 ta faza bitta nol ulanadi tayyor ishga. Bu apparatimiz soatiga 7,5 kilovatligimiz soatiga 50 kilo tayyor mahsulot chiqarib beradi. Bu apparatimizda komplektida mana 5 ta matritsasi bor, 5 xil razmer. Ya'ni chiqqan mahsulot 5 xil razmerda chiqarib beradi. Eng maydasi yirikroq, yana yirikroq. Xullas 5 xil razmer. Mana bu eng kattasi bitta. Ichida komplektida kaliti va vali. O'zida komplektida bitta va yana qo'shimcha bitta vali bo'ladi. Ekstruder apparatimizda bu kichkinasi bo'lsa, yana bir pog'ona kattasi, kattalashgani. Hajmi bu 15 kilovatli motor bo'lib, 3 ta motorli, bitta tenli. Xuddi shunday. Miyasi ham mana shiti xuddi shunday. Vali va bitta montirovkasi ham bo'lar ekan. Bu sumkachasida xuddi o'shanday matritsalari, buniki ham xuddi o'sha komplekt. 5 ta komplekt, o'sha komplekt. Tayyor mahsulot 100 kilo, 150 kilogacha tayyor mahsulot chiqarib beradi. Mana shu apparatlarimizdan kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Like, podpiska esingizdan chiqmasin. Ya'ni puliga keladigan bo'lsa, $2,500 dastavkasi ichida o'rnatib, ishlatib, ko'rsatib berish. Hammasi ichida. 15 kilovatliga keladigan bo'lsa, $3,000 xuddi shunday dastavkasi o'rnatib, ishlatib, ko'rsatib berish, bizdan yetkazib berish.